По-моему, нормально, по-моему, нормально. Assalomu alaykum, Agropolon kompaniyasi kuzatuvchilari, hurmatli dehqon akalar, hurmatli hamkasblar. Mana bugun 22-fevral sanasida Toshkent shahrida Bektemir tumanida Agropolon kompaniyasining yangi ochilgan do'konida turibmiz. Xudo xolasa akalar, do'konimizda mana ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham katta assortimentda bo'lgan barcha turdagi urug'lar, Amerika, Turkiya, Iordaniya, Gollandiya va yana boshqa davlatlardan keltirilgan barcha turdagi urug'larimiz mavjud. Tarvuz dislami, qovun, bodring, pomidor, baqlajon va yana boshqa turdagi urug'larimiz barchasi xudo xolasa optim va arzon narxlarda bor. Bu tarafimizda mana Kasset firmasiga oid bo'lgan don va silyos yo'nalishi uchun Makka juhor urug'larimiz ham bor. Videoda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Xudo xolasa kelinglar akalar, bemalol o'zingizlar xohlagan va o'zingizlar istagan turdagi urug'larni topib arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Adresimizni bir qator tushuntirib o'tsam, Qo'yliq tomondan Bektemir postgayiga qarab yurganinglarda Bektemir postgayidan o'tib 50 metrdan keyin chap qo'lda joylashgan do'konimiz. Xudo xolasa urug' sotadigan akalarimizga ham yaxshi xudo xolasa takliflarimiz bor. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib, optim narxlarda urug'larni sotib olishingiz mumkin. Auris, Emerald va yana boshqa turdagi barcha urug'larni xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Akalar, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Agropolon kompaniyasi sizlar bilan. Assalomu alaykum.